Hop, ko'rib turganinglardek, hop, men hozir yangi content makerman. Mana Atushi paddesha qilib deganimni videoga hech qanaqa ma'lumot qilmadim. Hozir bu akkauntda hozir ko'ramiz. Uncha internet yaxshi ishlamayapti. Ayniqsa Wi-Fi ham yo'qdi. Hop. Bolalar, akkauntni ko'rib turganlardan 1400 UC'm bor. Hop, hozir nima demoqchiman bolalar? Hop, sizlarga aytadigan gapim shuki, men content makerligimni boshlaganim sababi har kuni lobbilar bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tganinglardan keyin har kuni lobbilarimiz bo'ladi. Solo lig o'ynaymiz. Ligda top 1 olgan odamga 60 UC beriladi. Atak top 10 talikka kirgan odamlarga ham 30 UC dan beriladi. Top 5 talikda olib kelsangiz, atak 60 UC olasiz. Agar top 1da olsangiz 120 UC olasiz. Boshida adashib ketdim, hammalarga uzr. Hop, mana lobbi 2 kun qolgan. 2 kundan keyin yangi lobbi ochaman inshaalloh. Hop, bolalar, agar shu 2 kun ichida kanalimni bitta bo'lsa, shu akkauntni ikki kanalimni o'ynab olaman. Telegram kanalimni Telegram kanalimni o'ynab oladi. Akkauntda 5 ta mifi bor. Ikkita kaska, bittasi normalniy. Atak bu yoqda yana sog'lom yo'li ham ochilgan. Sog'lom yo'li RP ham ochilgan. RP ham 100 qilsanglar bo'ladi. Shu akkaunt 2 kun ichida agar paddeshgani zo'r qilsanglar, shu akkaunt Atushi beraman degan kanal bilan bolalar. Okay, let's go. Paddeshkada bo'lib turaverasizlar. Go bolalar. Like'larni ayniqsa mosaverasizlar. Paddeshkada bo'linglar, jigarlar tushing. Okay, bolalar.